Assalamualaikum hörmətli görürmənlər. YouTube kanalımıza yeni bir qıtım xoş gəldinlər. Bugün yeni sanımızın işləş alıb turvatımız. Aldığın sanda vaqt səbəbi bilan sorulmayan suallarını bugünkü sanda şu tuluqlab sözləşini toğru görüb yeni bir sanı başlaş alıb turvatımız. Taxtınlar tövəndiki sökütümüz olsun. Yeni bir qatım qatnashmağınızga rahmat. Sizga rahmat. Birinchi savolim quruqliq armiyaningki qurilmasini bir tushuntirib bergan bo'lsangiz, ananikin mushu askarlik qatnash uchun qanday shartlar ketadi? Bo'ldi. Quruqliq armiyaningki qurilmasini deb o'tsak, quruqliq armiya 3 bo'lak yoki 3 qismga ayrildi. Birisi aktiv deydi. Aktiv degani shu maxsus shu kasbiy askarlar shu askar ishini qiladigan aktiv maxsus askarlar deymiz, kasbiy askarlar. Yana bir bo'lak, yana bir qismi reserve. Bu yana saqlanma yo bo'lmasa shu tayyorlik qismlar, bu shu kasbiy askarlar yetishmagan vaqtda ishlatiladigan tayyorlik qismlar bo'ldi. Bu tayyorlik qismlar bilan yana birisi National Guard deydi. Har bir shtatniki, shu National Guard degan ham shu armyaniki shu Amerikaning tarixiga qarasak 1775-yili xato aytmagamsam davlat qurilishidan burun askarni qurgan chog'da shu National Guard deb qurilgan. Shu vatan tuprog'ini qo'g'daydigan qismda hozirgi davrga kelganda shu reserve bilan tayyorlik bilan shu National Guard shtat qo'g'daydigan qism. Bular ikkisini ham biz aktiv deydilar, biz chaqchaq qilib masxara qilishib bir-birimizga chaqchaqlar bor askarlikning ichida. Bularni biz weekend warrior deymiz. Hatto oxiridagi qahramonlar bular, jangchilar deb qo'ymizmi? Nima uchun bunday deymiz? Shu reserve bilan National Guard bular oyda bir qitim shu haftaning oxirida bir yig'ilib shu o'zining kasb to'g'riliq, maskanlik to'g'riliq ishlar bilan shug'ullandi. Boshqa vaqtda shu normal o'ziniki shu odatdagi fuqarolarga o'xshaydi. Nima ish bo'lsa shu o'zining ishini qilib qilgan qismlar bor. Anaqani yilda bir 2 haftalik yil oxirida bo'lsa shu bilingan shu har bir o'zining turishga yaratgan qismlarniki vaqtiga qarab yilda bir 2 hafta anaqani dala mashq qildi. Bularniki to'xtamli anaqadan bizniki qaraganda bir qarab uzun bo'ldi, 5 yildan 6 yilgacha. Bu shu jarayonda bir qitim bularning deployment deydi, sirtqa chiqib bir vazifa o'rinlash posti bo'ldi bularning. Shu vaqtda bu reserve bilan National Guardniki tayyorlik bilan shu shtatni qo'g'dash qismniki alaylik nima desangiz, masalan, o'tgan sonda deb o'tgandek bizning Amerikada nurg'un yoshlarimiz shu IT yani shu kompyuter sohasida taraqqiy qilib ishlayotdi. Nurg'un qarindoshlarimiz agar masalan shu askarlik qiziqib, lekin endi kasbiy askar bo'lsa yo'q, o'zining ishini qilsa bu odatda lekin shu askarlikning bir qismida bo'lib askarlikniki ta'minotlarga erishib qilish maqsadi bor bolalarga bak tushadigan ish bu. Nima uchun son shu odatga ob'em degandek shu dushanba jumaga o'zini ishini qilyapti. Oyda bir qitim askarlikka berib, ko'rinib qo'yib, anaqada yana qaytib kelib shu 6 yilning ichida agar sirtqa chiqib vazifa o'rinlash ish chiqib qolsa, bu Amerikaning qonunida nima bekitilgancha u askardan chaqirib qilsa, hozir ishlayotgan xizmati uni ishdan haydab o'tmaydi. Shu o'zining o'rnini saqlab qo'yib, bu qism bilan 6 oydan 9 oygacha sirtqa chiqib vazifa o'rinlab qaytib kelgandan keyin darhol ish tushadi. Ishdan haydab o'tmaydi. Ishdan haydab o'tsa, u qonun xilof qildi, shunga uni o'rnini har vaqt olib qo'ydi shirkatlar. Bundaq bir o'zalik yerlari bor-ku. Shunga bu endi shundoq tayyorlik bilan shtat anaqning kasbiy shu qism bilan shakllangan quruqliq armiya bo'ldi. Buning hamda kirish shartlarini deb o'tsak,
askarlik kirishniki. Birinchidan ham eng oz deganda yeşil kartınız bo'lishi kerak. Yeşil kartni muvaffaqiyat Uyg'urlarimiz hukumiz shunishadiki mangulik turish salohiyatiga erishganda bir yeşil kart berdi. Ya bo'lmasa vatandoshlik bo'lsa, tig'i yaxshi. Az deganda yeşil kartliq. Men qatnashgan yili Mavini programda shu chet ellik o'quvchilarga bir ichilibdi-ku. 2015-yil, 14-yillari. Ama şu 2 yil chet elga chiqmagan, Amerikada o'qib, Amerikaniki o'quvchilik vizasi bilan turganlar bo'lsa, bularni qo'sh tillik alayligi borda qulluq ichib o'tibdi. Shu vaqtda nurg'un chet ellik o'quvchilar kirib qilibdi. Hozir to'xtatib qo'yibdi. Buni shu Amerikadagi Uyg'ur qarindoshlarimiz hozir o'ziniki shu qonunlik salohiyatini saqlayotgan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Men jiq savollar keldi. Bolalardan tunish bolalardan mushtaq kirsak, hozir salohiyatim miyagchi bo'lyapti, bularmi deb. Hozir shu hamda aniq ahvol shu yeşil kart erishgandan keyin kirish kerak. Bu bir cho'ng bir hamda to'salg'i nurg'un qarindoshlarimiz, ana orzusi bor qarindoshlarga yeşil kart olgan zaman agar yana qiziqib sharoitimga yer bersa, menimcha shu darhol iltimos qilib tizimga tayyor qilib kirsanglar bo'ldi. Yani birisi shu u asham uyumga salohiyatlik. Yani birisi shu endi tan sog'lomlikni o'tishim kerak. Anaqidan yana birisi shu imtihon shu o'tganki dastlabki sonda deb o'tdik. Imtihon tas emas, shunda oddiy to'liq o'tirniki bilim qurilma so'zlama hamda tizimlatgan ingliz tilida deb o'tdik. Tizimlatgan askarlarniki sharti yuqori emas. Officer bo'lgan orzu qilgan qarindoshlarimiz bo'lsa, ularniki hamda officerlikniki vatandoshlikni talab qildi. Mening bilishimcha, buni mo'yini izlanib qilib baxsanglar bo'ldi. Unga yaxshi yeri shu oliy maktabni shu bakalavrlik undan olib, yo'q ashun alamay o'qish qimmat bo'lganlar bo'lsa, shu tizimlatib yeşil kartonlar bo'lsa, bizniki men bildigan bir necha bolalar qo'yibdi hozir shu yeşil kartı bor, maktabga kirib o'qiydi, tizimlatib bu askarlikni o'qitdi haqsiz. Maktab 4 yil o'qib chiqqandan keyin bakalavrlikni oldi, anaqa bu to'xtam bo'yicha sen hamda 3 yildan 4 yilgacha askarlikka hayotingni boshlab, o'zingni shaxsiy o'qigandan keyin sen hamda kirib officer bo'lib, shu officer maktabga berib bir tarbiyalanib chiqqandan keyin officer bo'ldi degandek. Çoğun şu bir 3 çoğun şart var. 3 çoğun şart. Yaş çekleme bağımı? Yaş çeklemesi bağ doğru. Onu ben yaxşı sual oldu. Mao aktifniki Quruqlar meniki 34 yaşga hazır. Mao tayyorlik reserve bilan National Guardniki 35 yaş bu deyman. Bu ham dar yili buni ish ketmasi kerak. To'g'ri. Hamda yaş çoğun 35 yaşni ish ketib 40 yaşni orlig'idagi qarindoshlarimiz bo'lsa, mesela bu hava armiyasi deymiz, deniz armiyasi ularniki hamda bir qarorini yuqorga, mesela hava armiyasini 39 yaş bu deyman 38. Uni men bir tafsili izlansam bo'ldi. Shu 30 shu cheklimisi shu 34 yoshdan 39 yosh atrofida bo'ldi ham. Shundoq bekitilgan ekan. Ham bu yana ham shu o'tgan sonda o'tgandek Amerikaniki shu hozirgi vaziyati, ahvol, askarlik odam soni yetishmaslik ahvollar bo'lsa, buni yana biza bo'sh tutib, jiqqaroq qobiliyati va iqtidori va askarlarni qabul qilishga o'zgarib turgan narsa shu. Har yili biza ekspertlik bo'ldi deb oldingidan tushuntirganda bo'yini tushuntirgan, hozir bo'yi bak paka bo'lsin bo'lmaydi dedingizmi? Menimcha u bir muhim shart bo'lmaydi deb o'ylayman, chunki men hamda o'zimizniki Uyg'urlarning orasida men bir qaror pakalar narsa kirman. Men to'shqandan keyin menimcha bir cho'ng masala bo'lmaydi deb o'ylayman. Bo'ldi, sizga rahmat. İkinci sualım, askerlikninki ta'minotlarni bir qora tushuntirib bergan bo'lsangiz. Askerlikning ta'minoti shu bunu yine şu ko'chmalarning nuqtasidan boshlaylik. Birinchidan shu yeşil kartni olgandan keyin
Yeni bir Amerika'nın turvatkan qarindoshlarimiz hukumiz yeni şu 3 yıldan 4 yılgacha saqlab vatandaşlık bulamiz. Endi bu 3-4 yilini saqlashni qalmagan qarindoshlar bo'lsa, masalan askarlik kirsanglar 3 oydan 6 oygacha men kirgan chog'dashlar bo'lgandi. Bumi o'zgarib turgan siyosatga aloqadan oldin qilimi boshqa bir askar men buni izlamadim. Boshqa bir askardan anglashimcha o'sha qo'shgan askardan. Bir to'xtamni masalan birinchi to'xtam tugash bo'lmasa bir yilmi 2 yilgacha uzaribdi. Chunki nurg'unlarga men deganda men kirgan vaqtlarda nurg'un chet ellik o'quvchilar kirib 3 oydan 6 oy vatandoshlikni avluplamlarni boshqa sabablarni tepib, bana tepib, shu manfaatxo'rlik hissiyotini bakrak ifodalayaptimi? Ana yangi presidential saylovdan keyin yangi commander in chief chiqqanda bu siyosatlar o'zgarib turdi. Lekin shu anda 3-4 yil saqlab qolmaydi. Chunki sen askarlik kirgan kunlarda ammo ular ishtiqaroq mavzu ko'chmalar idarsinikin shu askarlik qartilgan shu maxsus bir askarliklarning ishini qiladigan bir bo'lim bo'lgan-ku. Bu ishtik bo'lgan express line deydigan tez suratlik bitiradigan ishlar. Bu birinchi hamda ko'chmalarning nuqsidan chiqib aytganda bu bir yaxshi birinchi bir foydali yeri. Ikkinchisidan maktab to'g'ri o'qish masalan tizimlatgan askarlar deb o'tdi qolgan ingliz til masalan men 1 yil shu cho'nchadan chiqmaylar ishlasangiz 1 yildan keyin siz buni shartingiz to'shidi. Demak shu 911 GI Bill deydi ya Montgomery GI Bill deb ikki xilga ayrıydi. O'qishniki shu bir salohiyatlik foydali ta'minoti. Buni shu nimangiz to'shqandan kelamlar to'xtamangiz. Siz chiqib shu Amerikada har qanday maktabga kirib o'qiymansiz. Bu ikkisining farqi nima? 100% gacha ko'taryotdi. Bu ikkisining farqi nima? Shu Montgomery GI Bill deb shu 11-sentabrdan burunqi shu bir siyosatga bu qanday desam shu sizga o'qish pulini bunchalik o'qish pulini bermasang deb shu pulni berilgan. Bergandan nurg'un askarlar naqni pulni shu aznaroq maktabdan deb o'qib shu o'z pulini tejab qilgandi. O'zingiz erkin emas, o'zingiz o'sha jiqishlar o'zingiz qilgansiz o'qishoqlarni. 11-sentabrdan keyin bu shu 911 GI Bill'da buni qanday olaylikka desangiz buningda shu GI Bill mushliq almashtirsangiz maktablarni fuqishib qilgan chog'da mushlar o'zlari deyishib hammani sizga hammani qilib undan sirt sizga shu o'qigan maktabingizdagi shaharniki ahvoli qarata shu masalan 4 yillik bakalavr o'qisangiz o'qigan chog'da sizni xotirjam shu o'qisin deb sizning uy ijaraqingiz turmush puli yo'qdan uy ijaraqingizni ko'tarib shunday e'tibor siyosatlar bor ekan. Bundan inchika to'g'ri chiqsa izlansa nima ochiqda Google qismlarimiz chiqdi. Bu bir o'qish ta'minot. Uchinchisi shu uy tutib bizga o'qishmoq o'xshash uy o'choqliq bo'lib qolganlarniki bir ta'minotini nima desangiz shu insurance shu bakamda muhim narsa Amerikadagilar bildi. Doktorlik bak qimmat. Страхованиянgiz insurance degan страхование degan gap. Страхование shirkatlari bilan yaxshi hamda askarlikda shu azan o'zingizniki ham meniki vaqtsiz-ku. Masalan sizlarga oilam 2 bola shu bir 10 dollar, 15 dollar to'layman oyliqqa. Meni maqsizda oila bo'yicha. Bu nayt endi shunday afzallik yerlari yana qilin. Ba'zan ishida askarning o'zimizning doktorxonalar sharoitlar shunday yaxshi. Shunday shu har vaqt kirgimiz talab bozor kirganda kirib bilan boshqani ansirmaymiz. Bunda cho'ng chiq bir yo'llarga qilamiz deydigan ansirashlar yo'q. Bu bir aqldan
Məndə o toy qılğanlarniki həmdə bu. Toy qılğanlarniki ingilis tilniki bir dəb ötəy iştikaraq. O boytaqlarniki dərəcəsiga qaraydı. E1 şu ingilis tilida tizimlatqan 1-ci dərəcə bilan tizimlatqan 5-ci dərəcəlik qədər boytaq bolsanız, bu vaqtda sizin şu bazı tursiz. Bazınınki yataqları tursiz. Şunun bilan sizga öy təminat pulu bo'lmay qoldi. Biz to'y qilmagan ekan. To'y qilganlarga biz o'xshashlar maoshimizni siq, maoshimiz bak tuvan. Maoshimizni to'g'ri chiqib bizdan sonlar ko'ra olaysizlar. Endi qamini chiqarib qo'ygan. Lekin mana shu strahvaniya naqdin dental tish turmak qimmat Amerikada o'zingiz. Ammo poch pura qamnasi hisoblab chiqsangiz yana o'xshash bo'ldi-ku deb hisobda bir to'y qilganlarga bakrak hamda turmush puli, uy puli. Masalan, uy puli, tomoq puli deb maoshdan sirt shu bo'lingan, taqsim qilingan qismingiz turishlik yeriniki, shu yerniki baza ahvoli qarta, uy pulini shu darajangiz qarta taqtidi. Yaxshi ta'minotlar bu nima desangiz shu masalan iste'mol qilgan chog'da o'zingiz bilsiz nima bo'lsin, bu o'zimizning bazasının ichida o'zimizniki undaq qilqa sifatlik o'zimizning shu cho'ng bazalarimiz bor. Aloqadan shu Amerika tavasida qanday iste'mol qilmaydisangiz o'zimizning bazasi orqali shu bazasi bir qadar tushirilgan askarlar qartilgan biz nima kirsak discount, military discount deb shu bazasi tushirilgan askarlar qartilgan siyosatlar bor. Bu hamda iqtisodiyotdagi ta'minatlari anaqidan yana birsi yaxshi yeri shu masalanga o'tganda 3 yil ishlab bir veteran bo'lsin, ichlikda ekan-ku. Masalan, shu federal, federal shtatniki xizmatlari bo'lsin, keyin chiqib ish qilmaysiz. Ya bo'lmasa shaxsiy shirkatlarda ishlaymadaysiz. Avval veteranlarni o'ylashirkan. Shaxsiy shirkatlar nima uchun veteranlarni o'ylashirsin? Birinchi bo'lib bularni shu veteranlarni ishxo'rlashtirsa, bajdan shundan jiq pullarni teja qilgan. Yana birsi shu veteranlarni askarlikda intizom kuchli tarbiyalanib chiqgan bo'lgan ekan. Ham sadoqatlik tuyg'ulari kuchli bir organizatsiya bo'lgan. Jiq yaxshi afzalliklari bor, ta'minatlari ichida chiqqan aytib bersangiz. Men hozircha shunchalik kavodlik Alloh yana kelgan savollar bo'lsa davomlashtirsak bo'ladi, bu tema to'g'ri. Ma'qul, rahmat. Avval so'zlab o'tganingizda shu E1, E2 deb bir shu sizning hozir kasbingizning darajalarini bir qurib so'zlab berdingiz. Shuni bir yana inchiklab so'zlab bergan bo'lsangiz, shu kasbingizning taraqqiyoti nagacha degandek. Bo'ldi. Shu tizimlatish deb o'tib tizimlatgan askarlar. To'liq o'tirib bitirib chiqqan. Bu shu 1-darajadan 9-darajagacha bor bu daraja askarlikda. Naqdlar bir kasbniki, o'sishniki o'lchamlari o'xshamaydi. E1 dan E4 private PFC private first class, PV2 private second class deb shu ayrıydı. Yangi boshlanganlar buni. Anaqadan 1-chi, 2-chi, 3-chi daraja, 4-chi daraja specialist deydi. Bu 4-chi darajaga kelish uchun, masalan, 1-chi darajadan 4-chi darajaga kelish uchun oz deganda 2 yil vaqt ketadi, ishtik o'ssa. Vaqt cheklanma, 2 yil ichida shundoq o'ziniki ish bazasi yaxshi bo'lib qolsa, o'zininki shu boshliqlari ko'rsatib tavsiya qilib ishtik o'ssa, 2 yil ichida E4 bo'ldi. E4 bo'lgandan keyin 5-darajalik uchun 5-darajani NCO deydi, non-commissioned officer. Bu masalan abim officerlarni ayrim tushuntiramiz, officerlarni commission officer, komissarlar, officerlar deydi. Bularni non-commissioned komissar olmagan maktab o'qib, hamda officerlik bilim olmagan, lekin Amerikada shu ingliz tili bo'lib
4 yıl 5 yılgacha tecrübeli şekillenip ana akıdıma NCO ma basic leader course BLC da bir kurs var askerlikte E4 bulup bir yıl 2 yılgacha sizden şu qilgan kasbingizni bir qarar bir yaxshi mükemmel bir bilim kurulması şekillenip tecrübeleriniz şekillengandan keyin bular sizde manada rahbar lider buluş alaylı körüldü bununki şu potential yani özününki şu mal işki şu kabiliyeti barka degan nimani ko'rsatgan ish qilgandan keyin anaqadan bu bizning mau tizimlatganlarniki bizning bir madaniyatimiz promotion board deydi. Bunu o'stirishniki bir 100 turan imtihon bor. Mana board deganimiz interview qildi 100 turan imtihon. Buni kim interview qildi san shu qismimizdagi surgeon major. Surgeon major odatda eng yuqori daraja har bir qismni har bir batalyon deymiz. Har bir batalyonniki shu E9 9 darajalik bir surgeon major bo'ldi. Command surgeon major deydi. Army'niki command surgeon major bilan o'xshash darajada turdi. Faqat ularning tajribasi farqlab chiqishga, masalan, brigade, division, force pentagon, army'nikiga hammasi E9 birinchi qo'l inglizniki eng yuqori pallasi yani 9 daraja. Tushunarmi? Şu batalyonniki command surgeon major odatda 15 yil, 20 yil bo'lgan odamlar bilan anaqa batalyon ichidagi masalan 5 company bo'lsa, 5 otryad bo'lsa, har bir otryadda first surgeon E8 8 darajalik. Masalan bizning qismda 5 company bor. 5 masalan men shu o'sish 100 turan imtihon kirsam, oldimda shu command surgeon major bilan 5 first surgeon yani bazaq 3 kirdan adamın vaqti qaraydi, hammasini vaqti uzun kelsa 5 adam kirdi. Jiddiylashib ketasiz. 6 adam oldimizda o'tirib, o'zimizning nurg'un madaniyatimiz bor, shu kirish usullarimiz, ama o'zimizniki bu class A uniform bor, xizmat vaqti bir kiyim kiyimiz, rasmlar bo'lgan kiygan kiyimimiz bor. Shuni shundoq tafsiliy tekshirdi, o'zim kirib, salom qilib, savol javob aloqada sizniki şu ürengellerimizni anaqidim şu askarlikniki nizomnoma qaysi savol javob qildim bir kitobda shu o'rganish qilsangiz tayyorlik qilsangiz jiddlashib bo'ldi voy shundoq degan man kirgan chog'da o'zingiz bilasiz man tunji qitim E5 bo'lishga kirish man qilgan chog'da tunji qitim tuyuqsizlarni bir hafta burunlarni sen kuni üstüne imtihan kirse deydi, buldu sınava qaydab kirib vaqti chiq tayyorlik kitabini chiq savollarga to'g'ri javob beramay yutamgan. Sizga 3 qitim fursat berdi. Birinchi qitim jiddiylashdingiz. Albatta. Jiddiylaşmasdan bu NCO create deb bizniki non-commission create deb o'zimizniki bir nizomlarimiz bor, bir yatlab turgan o'zimizning nima uchun boshqa qilganimiz to'g'riliq 3 komplet bir bat chiqdi. Bunda şu üzüldürmeyi kirib şunu sorusu turib bo'lmanizdan 6 adam tiklib uni siz bilsiz hamda bizniki first surgeon command surgeon majorlar degan hamda qanday obraz desangiz masalan hamda bizniki qismdagi hamda birinchi sapdagi birinchi qo'llarda masalan shunda tavlangan nurg'un hammasi shu tajriba asos chatda hamda hozirgi bizniki asos chatda hammasiniki birinchi sapga chiqib masalan otur sharqdagi 10-20 yillik nurg'un to'qinishlar naq maydonga berib peshin o'tkazgan odamlar undaq odamlar oldinda o'tirib tikilib qarab ko'zi bilan sizni degan ammo bir xil o'rganish jarayon deymizmi shular shu 100 turan imtihon kirsiz imtihondan bir yarim soatlik har bir odam bir 3 savoldan 5 savol so'raydi. Yarim soat 6 adam bir 3 savoldan so'rasa shu bir 20 savol atrofida 20 savoldan 25 savol atrofida savolni qilib bo'lgandan keyin ular anaqidan 6 adam va command surgeon major bala tashlamaydi
Ama şu 5 first sergeant, 5 birin E8 8 derecelik askerler oturup balet taşlaydı. Ben 3-2 bolsanızlarla öttünüz degan gap. Mesela 3 adam sizin ama buldukda balet taşlasa, ama ötketdiniz degan gap. Agar 3'sü sizler bugün çıksa bu kadar bu tayyorlik bu desa o'tolmaysiz. O uyushtirilgan imtihon o'tgandan keyin aniqdan sizni maktabga o'tadi. Şu benim degandek basic leader course BLC deydi. Bu maktablar o 1 oylik maktab. O 1 oylik maktabda şu qandaq lider bo'lish to'g'riliq narsani o'tadi. Darsdan o'tasiz, shunday narsani shu yeni takror o'rganib, qandaq askarlarim bilan masalan u 5-darajalik askar bo'lsangiz, odatda shu 5 dan 10gacha askarga qo'mondonlik qilsangiz bo'ldi degan sharoit berishsiz uchun. Masalan squad leader deydi, yo team leader, yo platoon leader ba'zan E5 unutildi. Onunğa yana birisi shu promotion points deb bir o'lcham bor. Masalan, har bir kasbdan o'xshamaydi muncha masalanga numur muncha numron bo'lish kerak deb. Bu numurni qanday hisoblaydisangiz, ishdan sirtqi qatnashgan kurslaringiz, masalan sizniki badan physical test bor, o testga muncha numur berdi. Weapon qualification, qarg'a chiqib berib, qurol etish olgan numeringiz muncha numur hisoblaydi. Bu universal numurlar hisoblab chiqib, meniki masalan mening kasbimda sen bu 200 necha numur bo'lishi kerak deb ayniki munchalik chiqargan bo'lsa, HR deb shu odamlarni o'stirish qismniki Pentagonlar chiqardi. Har oyda o'zgartib turdi odam soni qarta. Masalan mening kasbimda 5-darajalik odam to'shib ketgan bo'lsa, mush kasb o'smoqchi bo'lgan numurni yuqori qo'yadi. Chunki hozir to'shib ketdi, shuncha numur. O numurni yuqori qilish uchun men degandek badan chiniqishdagi numeringiz yuqori bo'lishi kerak, qarg'a tish numeringiz yuqori bo'lishi kerak. Undan sirt masalan shu nurg'un haqsiz kurslar bor, masalan masalan til haqsiz til o'rganmadingizlar, tillarniki DLPT deb defense language mudofaa munosabatli tillarniki deb to'g'ri chiqib har bir kursni masalan 10 necha soatlik kursni tugatib to'g'ri olsangiz, shu numurga hisoblanadi. Shunga buni sizlar askarlarni shu izlanishga rag'batlantirdik ekan. Men o'sish uchun darsni olay. Masalan, kompyuter to'g'riliq Microsoft Microsoftniki nimalarni o'rganay, bo'lmasa correspondent kurslar bor. Bundaq tarix kurslar bor ekan. Numeringizni qaytib qilib tursangiz, ussiz degan. Shunga ular E6 6-darajalik. Masalan, men ham 6-darajalik o'sish nimasi kirish oldi turyapman. O'rganish qilyapman. Buni o'xshash. Buni kelgan chog'da 5-darajaga siz kasbingiz to'g'riliq savollarni so'rayotgan. Lekin 6-darajaga kelgan chog'da kasbni sen bo'ldi o'rganib bo'lding. Endi sen kasbiy askar bo'lishing bilan universal bo'lishing kerak deb shuni bakrak masalan lider xarakteringizni ifodalaydigan. Yana birisi shu sizning shu kasbingdan sirt boshqa vazifalar chiqsa-mu sen lider bo'lishingdan shu vazifadan o'rilish qobiliyating bo'lish kerak deb shuni ko'rdik. Shu bakrak nizomlarni bakrak tushunib, o'zimizga regulation bakrak o'qib qilishni talab qildik. Bunga o'xshash shu uyushtirilgan imtihon kirsiz, o'tgandan keyin ALC deb Advanced Leader Course deydi buni. Birinchisi basic, ikkinchisi advanced. Shunga uni maktabga o'tadi, kasbingiz qarta. U maktabni bitirib bo'lgandan keyin u maktabning vaqti qanchalik? Uni kasbga bog'liq shu. Ba'zanlarni uzunroq bo'ldi, ba'zanlarni qisqaroq. Odat shu 1 oy atrofida bo'ldi shu. O'xshash. Uni o'qib bo'lib chiqqandan keyin numeringiz qarta, o'sidaginingiz belgilandi. Numeringiz to'slanlar, kaynikida shu Pentagonniki shu toshqalarning ismini chiqardi. Men o'zimning E5 bo'lib chiqqan chog'da Facebook chiqarib qo'ygandim. Leader bo'ldim.
Aşnaqa şu listni chiqarib qo'ydim. 7 darajalik kelgan chog'da u vaqtda uyushtirgan imtihon yo'q. U vaqtda o'zingizniki packet deydi. O'zingizniki orqa pog'oningizda masalan 7 daraja bo'g'uvchi odatda E5 5 yil vaqt ketdi deydi. E6 ga 6-7 yil, 6 yil. İşte ko'zkalar masalan 5-6 yil bo'ldi ka. E7 kelgan chog'da anaqa shu 8-9 yil packet submit shu sizniki 8-9 yil ichida mush kasbda ma'lum bir darajaga berib bo'lsiz, tushunib bo'lsiz. Tushunib bo'lgandan aqlni bu kasbdan sirt masalan olgan deganda ishdan sirt nima ishlarni qilayotganingiz shu vaqtda farqlanadi. Ba'zi askarlar bo'ldi, shunchalik qo'dab o'zini ishini qilib, ba'zi askarlar izlanib o'qib, shunaqa olgan deganda ishdan sirt vaqtida kurslarni o'qib, ishdan sirt vaqtida nurg'unlar shu askar oid ba'zi shirkat narsalarga o'zi fidoyilik ko'rsatib ko'z ko'ransa, u vaqtda sizni orqa pog'oz nurg'un shu numr qotadigan natijalar bo'lsa, u vaqtda shu sizniki shu batalyanga shu olgan sergeant major sizdan shu orqa pog'oz qarab esam sizniki natija shunday yaxshika promotion biz boardga biz view qildik deb ma'lum ko'rib anaqadan shu branchga shu ishlar qaror qildik sizniki to'shibdi deb anaqadan shu ashlarning tizimiga kirsangiz anaqadan sizni ma'lum vaqti bo'lgan chog'da sizni SLC deydi, senior leader course. Bu vaqtda senior bo'lsiz. Senior degan gap shu tajribasi mo'llashgan peshqadamlar deymiz, mana cho'nglar qatoriga kirib uningga berib o'qib kelgandan keyin nomerongiz to'ssa E7 sergeant first class bo'lsiz. Sergeant first classni qo'rqarmaydi, big sergeant deb big sergeant deb aytaqamda bir hurmatni so'yil chaqirdi. Sergeant first class bo'lib bo'lgan keyin shu vaqtda shu management deymiz, mana shunaqa o'rlashtirish, hamda cho'ng planlash saviyaga chiqib, shu qismniki masalan mana shu qo'mondonlarga o'tirib shu peshqadamlar slayd atrofida shu taklif fikrlarni berish, yapamisi platoon leader deymiz, mana combat emas, mana bir sap turgan kasblarniki shunday bo'ldi. 7 darajalik bo'lgandan keyin umuman yana bir 2-3 yildan keyin yana davomli tirishib ko'z ko'ransangiz 8 darajalik u vaqtda shu tabiiylanma u daraja bo'lgan chog'da yana shu nimangizga qarta shu paketda shu 2 kun qilib shu to'xtamay olib egillash to'lqin bo'lish kerak ekan. O'zingizniki shu qobiliyatingiz, yushurun kuchlaringizni qazishingiz kerak ekan. Tajribangiz ko'tarilib, tajribangiz jiqaygan sari ko'rgan kashkallaringiz asosida o'rganishni qilsangiz, shu askarlikdagi shu eng talab qiladigan xarakterini yetildirsangiz, intizomni o'zingizga intizomingiz kuchli bo'lsa, badan suhbatingizni davomli bir ma'lum bir darajaga ilgirlash ta'sir qildi, lekin shu saqlab qilish, shuni chekinmaslik, shu bir saqlab bir darajada saqlab qilish umuman muhim ekan. Shularni davomlashtira olsangiz, anaqadan tabiiylanishdan o'sib ma'lumkansiz. 8 daraja bo'lsa, 8 daraja 9 daraja chiqqan joyda sergeant major school deb sergeant first class, master sergeant yapon first sergeant ikkisi o'xshash 8 darajalik bo'ldi. Anaqadan shu first sergeant degan gap shu bir company, bir atrofniki birinchi qo'l bo'lsa, vaqt degani shu rasmiy shu askarlarni mana shu o'qildigan ishingizni shu askarlarni mashqini cho'qim vaqtida nima qilib ashlarniki nazorat qiluvchi bo'lsangiz, shu qismning olayligi yaxshi bo'lsa, ma'lum qobiliyati kuchli deb uni listlik tizimlik bor-ku. Ashdan kira olsangiz, anaqadan oxirida shu sizni sergeant major school g'avatida unda 1 yilmi shunda da qoldim, men tafsil izlansam bo'ldi. Uni o'qib chiqib
qilsangiz shu 9 darajalik askar bo'lasiz. Ham tizimlatgan askarlarning o'sish nimasi shu 9 darajalik bo'lish uchun shundan 2 yilni hisoblab o'ssangiz shu 20 yil berib qoldi vaqtingiz. İştik o'sganlar. İştik o'sganlar. Ha, 20 yil ichida Sergeant Major bularlar naydi iştik ko'z ko'rinib o'sganlar bo'ldi. Odatda shu 20 yil ichida normal o'sganlar bo'lsa shu First Sergeant 8 darajalik. Ayana birsi deb yozamiz 20 yilda pensiya chiqsangiz bo'ldi. Nurg'un askarlar shu First Sergeant bo'ldi. Bularmisi masalan Sergeant First Class 20 yilga keyin ishlasa bo'lamdi. Ha. O shu badan sharoitini jorbas 30-35 yil ishlaydiganlar bor ekan. 20 yil pensiya. Mesela 20 yıl inayin bu bulup inayinkin yeni aldığım mağmanisi. O 20 yil inayin bu adamlar adet oldirib chiqatmaydi. Yok, çıketmeydi. İnayin bu ağallar vaqt. Yine qandaq ösüşünümüz. Ya mesela inayin 9 darajalik bo'ldingiz. 20 yil ichida. Batalyonniki Command Sergeant Major bo'ldingiz. Bir yilni 12 kilo o'tgandan keyin ma'lum tajribasi yaxshi keldi deb 25 yilgacha brigadeniki Command Sergeant Major. Aşağı ösüş. Brigade deganimiz masalan shu Uyg'ur tilini askarlikda nurg'un sirtdan kirgan tillar bor. Biz batalyon, brigade bevosita ishlatyaptik. Brigade'da masalan 5 bir 4dan 5 ya 5dan 6gacha batalyon bo'ldi. Har bir batalyonda bir 1000 odam hisoblasangiz, brigadeniki 5000, 6000 odam boshqarsiz degan. 25 shu daraja. Yeni davomli o'sib 30 yil ishlasangiz divizyonniki Command Sergeant Major bo'lsin, butun bir divizion degan gap, masalan biz bir baziniki Command Sergeant Major bo'ldingiz degan. U bazada masalan askarlarni hisoblasangizlarni biroq turgan yerimizni hisoblasa 3-4 brigade bo'lsa 5000 odamni hisoblasangiz 20 ming askar bor degan gap. 20 ming askarni boshlab olsiz degan gap. 30 yilda. Onun üstüge divizyonun üstüge çıksan şu Pentagon verip mesela ma Force Com'daki Command Sergeant Major daydı trade koy onu ayrım bir team saklada bütün şu rayonlardaki uruş rayonundaki ayrım bölekler olacak. Ama ya da iş bulganlık mesela men aytgan anlığın Army'deki Sergeant Major buluş için nurg'un adamlar çoxum şu Avrupa'daki Headquarter NATO deymiz o. Aşağıda Sergeant Major bulup neçil bo'lgan ki armiyaga. Odat normallaşnaq bir nimiz bor o'xshaydi. Shunda raqamda. Şu anda officerlarnikini endi deb o'tsak, shu officerlarniki lieutenantdan boshlaydi. Lieutenant, second lieutenant, aqdan 2 yilmi, 3 yilgacha First Lieutenant bo'ldi. First Lieutenant ularning vaqtida shundaq ekan shu. Ularniki ham bizga o'xshab yusran imtihon yo'q ekan. Shu ularning shu aqni board view qilib hamda komandalar o'zlari paranishi mumkin, lekin bizga o'xshab rasmiy unda bo'lib yo'q va anaqidan 3 yildan 5 yilgacha captain komutan bo'ldi. Captain degan gap shu kompaniya atrofining komutan bo'ldi. 5 yilgacha ishtik o'sganlar ko'z ko'rinib. 5 yildan 10 yilgacha anaqidan shu bir major 10 yildan 15 yilgacha lieutenant colonel ularniki vaqti biza uzun shu. Uni komutanlarga chiq talab qilindi. Maosh yaxshi ularniki ularning ta'minoti yana birsini bilsangiz bo'ytaq bo'lamdi, to'y qilgan bo'lamdi, officer bo'lsangizlar siz ba'zi turmaysiz. Sirtda tursiz ular o'yin puli ayrim. Ta'minoti biz qarqamizda yaxshi. Ularning emas o'yin pulini ayirib berdi. Shundoq. Anaqadan shu ularning shu 20 yil ishlasangiz ham ro'risi ishtik o'ssangiz shu 20 yillarda Colonel bulalsangiz şu brigadeniki mesela 5000 kishi komutan bo'lsa degan gapda. Colonellarniki mashina bir 8-9 ming bir qoldi deyman, 10 mingga yaxshi ularni ta'minladi.
base paylar shunchalik bo'lsa, oxirida uy pulimiz qo'shilsa, bir barlar. Officerlarning o'sishi hamda officer qiziqgan bolalar so'z qoldirsanlar tafsiliy. Men hamda officer bo'lmagan ekan, lekin men hamda o'zimning ko'rgan kashfini qarta, atrofimdagi officerlar maslahat olib, savollaringiz bo'lsa javob bersam bo'ldi deb o'yladim. O'zimcha. Sizga rahmat. Abay so'zlab o'tgan vaqtingizda shu o'sish uchun lider kurslarga qatnashdik dedingiz. O'zingiz mazkur bir lider hisoblanasiz. Sizningcha shu sizning hozir shu lider bo'lgan tushanchangiz qanday o'zgardi? Vahshiy o'zgardi. Bu yaxshi savol oldi. Shunday degan boshlar bu birsi. Hamda biz yurt cho'g'alarimiz boshliq desa, lider boshliq desa, shu o'tirib, ish qilib, bu bizning shu hamda biroq tarixlarimiz xandonliklardan qolgan madaniyatlar bo'lsa, o'tirib man qil deb. Bu hamda yurt cho'g'andan keyin siz o'zingiz cheklashib ketgan kommunizmniki eng nachar yerlarini ko'rib cho'ng bo'ldi. Kommunizmni izlab kommunistlarniki nimasida. Undan bo'lgan ekan miyaga kelib tunji qismda taqsim qilinib bordim. Berib eng hamda mening hozirga qadar eng qoyilgan, eng yoqtirgan ishlarimdan birisi askarlikda. Bu yerda oldirab lider bo'lgansiz kelmaydi ba'zan vaqtlarda. Nima uchun bular deymadingiz? Bu yerda haqiqiy masalan bir darajangiz o'sdi bo'lib shu lider bo'ldingiz. Siz shu hamda ta'minot ma'ishiyatda cho'ng farq qilmaydi. Biza ustida ma'ishingiz, lekin mas'uliyatingiz zo'r darajada ustida. Anaqdan siz vaqt o'zingiz birinchi safda turib, o'rnak amaliy harakatingiz o'rnak bo'lishingiz kerak. Shu talab qilindi ekan. Buni bir necha misol qilib o'tay. Tunji qitim shu yangi qismga taqsim qilingan chog'da bizlarga qarshilish sabablar o'zlarini tunishtirib qilib bizning shu divizionniki 2 yulduzli general bir kuni biz bilan tang attigalik chiniqishga qatnashdi. O isim qilish odam shu bir 60 yosh yaqinlashganmi? Shunday o'xshashli qadar biz bilan tang 5 mayl yurgandi. 5 mayl degan gap hamda kilometr ishlaydigan qarindoshlar bor boshqa yerlarda. Bir 8 kilometr atrofida bo'ldi deyman. Ishqilib 5 mayl 60 yoshga qolgan odam. Hamda buni deyishki maqsadi askarlikniki bizning madaniyatimiz quruq qolmaydiki. Men o'zim qilmagan ishni o'zim askarni qil demayman. Cho'qim o'zim qila olib, o'zim qilsam, aniqni askarimga sen menga qil deb deyish bu bir madaniyat. Bu bir dastlabki menga ta'sir qilgan ish. Masalan, shu general 5 mayl yuguramagan bo'lsa, o'kunda 5 mayl yugurmaydik. Manda madaniyat bor ekan-ku. Yana bir ish ta'sir qilganini nima desangiz, tunji qitim dala mashq chiqdi, qatnashdim. Dala mashqida ba'zan vaqtda shu o'zimizniki truck va mashinada uxlaysiz. Ba'zan vaqtda o'zimizning chedirini yasab, chedir u vaqt qish kunida shunda sovuq. Anaqani bizning qo'mitan kapitan majlisida deb o'tgandek shu West Point, shu g'arbiy nuqta bevosita tarjima qilgan shu harbiy maktabdan bitirib chiqqan adam kandoq kapitan 6 yil bo'lgan askarlikdan o'sha o'zinikiligi oldingi safga shu haqiqiy urush maydonlaridan ishni o'tkazgan edim. Shu kapitan bilan bizniki mana qismniki atrofimiz chedirli, axshimiz bir chedirli bo'ldi. Vaqt yetarli katta edi. Bunaqa ochib yotqizilgan kichik qattiq karvatlar, qo'jarib ochib bo'lgan. Kelib shu sanoq borganda shuning bilan
biz kirib anda olsa biz bugün akşam hem ben şahsen tabiilanma başlıqım bu yer bo'lgan ekan bular bilan hamda aniqlanma yadiyatdan bizni o'zimizning uxlash holatlarimiz bor. Yaksa yatmamdan deb o'ylab tursam shuning bilan Muxtar sen meyadiyat dedi, karvatni ko'rsatdi. Shuni bir xil hamda men tabiilanmalikqa tunjiqdim. Yana kirgan vaqtlarim bor. Shuni bilan bir xil o bu deb siz yatganda men tabiilan chiqib biz yurtdoshdan tutib kelmaslikqa. Ham boshqa qiyaloqchilik qilma emas bir xil hamda hurmat saviyasida mening qo'mitanim sen shuni bilan men buyruq tushirmasdan aytib yatayotim adam. Chaqchaq qilishdi o bu deb shuni bilan shu vaqt naqmaydan ta'sirotini so'zlab berdi. O kalam müşnaqdı o bu deb shuni kulkat deyapti. Ya bu yerda unda birdan chaqchaq qilib shuni bilan qildi. Biz nachimiz karvat yotdik. Bizning qo'mitan first sergeant let's shu yerda bulond yotdi. Shuna yetib o'ylab ketdim. Ajoyib ishga bu deb. Hamda bu nimani ifoda etgansiz, lider bo'lish uchun you have to take care of your soldier. Sen o'zingni o'ylamaysan, always o'zingning ehtiyojini, o'zingning askarning ehtiyojini aql qo'ysa. Avval askarning ehtiyojini qondirgandan keyin ashlarni oldin xabar ola olsang, sen haqiqiy lider bo'lsan deb madaniyatni shakllangan-ku. Bu bir oldi ikkinchi kun anaqadan shu dalada oshpazlar bo'ldi, dalada tomoqlar. Ularni biz chiqib o'rlashtirib qilsak tizilib anaqadan biz tomoqni ilib qilamiz. Qilgan chog'da butun shu qo'mitan firstlarlar bilan saqlaydi askarlar bosh yog'osida. Askarlarniki birinchi safdagi E5 serjantlar, E1 dan E4, birinchidan to'rtinchi sizlar bosh turib yanglar dedi. Orqadan tizilib darajangiz qancha yuqori bo'lsa, qancha orqa turibgansiz. Turib oyog'ida shu bizning birinchi qo'l boshliqlar ish qilgan tomoq yeydi. Ba'zi vaqt qilmaydi, tomoqni qilmasa, MRE deb meal ready for eat yana xalqliq qiliq istifade tomoqlar. Tayyor tomoqlar. Boshlanib o'tirildi shu. Bu bak ta'sir qildi. Shuni bilan boshliq bo'lsa, aslida bundoq bo'lish kerak. Shuni bilan askarlarni shu qoyillik bilan ishlaydi ekan. Hamda hurmat. Hamda bunday deganim butun askarlar unda emas, qanday qismlarda ba'zan qamashmaydi, boshliqlar bo'ldi bir xil foydalanadi, lekin bak oz. Umumyuzlik shundoq bir madaniyat shakllangan ekan-ku. Sizningki darajangiz qancha yuqorisa, mas'uliyatingiz shuncha cho'ng bo'ldi ekan, ham qildigan ishingiz shuncha jiq bo'ldi ekan, cho'qim shu askaringizni amaliy harakatingizni qoyil qilib va shu siz bilan bir safda turib, shu sabdosh bo'lishga intildirdi ekan, rag'batlantirdi ekan. Shunga shu o'ng'ay emas ekan, lekin bu bak esil narsa, men bak tashabbus qilma, bo'lib bizning o'zimizning hozirgi vaqt turayotgan vaqtimizda mayli shu arqa sayil bo'laydi va shu o'zimizning tuvanda turgan odamlarni, yo bo'lmasa o'zimizning kichik, yo bo'lmasa ish qilib mayli qandaqli sharoit bo'lsin, qarindoshlarimizning oldidan xabar ola olsak, mehr muhabbat so'ndira olsak, o'zimizning amaliy harakatimiz orqali o'rnak bo'la olsak, bu nurg'un ishlarni deyish ketmaydigan tabiiy qoyillikni ilib, hurmatiga erishib, tabiiy bir xil unity, ittifoqlik, shularga deymiz. Shu sabdoshlik mana qilib, shu tam o'xshash nishon bayramlar birga kelib, tabiiy bir-birini o'zaro shu to'g'ri yo'l, to'g'ri yo'nalish qarab manqitilgan shu ekan-ku. Ammo hozir qisqacha shunchalik ta'sirotlarimni so'zlab qo'yay. Rahmat. Aniq savolim odatga bir kunlik faoliyatingizni bir qora tushuntirib bergan bo'lsangiz. Bir kunlik turmush nima demakchimi? Bir kunlik atiyan qo'pib, qancha qo'psiz, chiniqishlaringiz narigacha deganda. Bo'ldi. Buning qiziqqan qarindoshlarimiz borki, shu o'tgan videoda so'z qoldirdi. Tunjisonga tomoq to'g'riliq. Bu bundoq shu kundatligini bash qo'pimiz, hamma shaxsan bash qo'pimiz 6:30da chiniqish boshlandi, qo'pib tayyorlik qilib, bozorga kirib, qo'yachamdi. Buni deb o'tishdan burun
Mana shu abim deb o'tgandek shu birinchi darajadan 5-darajaga tizimlatgan askarlar poytaxt bo'lsa, ba'zida yashaydi, majburiy, ba'zidan yotoqlarda turdi. Chunki ularning kelib maoshdan sirtib uy ijara pulini bevosita ularning maoshini iliblanlash shuni belgilayotgan ekan. Nimaga qildi? Ularning puli bor, lekin yotoq hisoblablanlar, ular yotoq turdi-ku. 5 deb yo'q ularga. Chunki ular ba'zi ishi turdi. Ana to'y qilgan askarlar, askarlikniki nurg'un qarindoshlarimiz bilmaydi, shu ba'zining ichida housing area deb shu o'zlariniki shu sirtqi uylarga o'xshash uylar bor ba'zi. Ba'zi hamda Amerikaning har qaysi ba'zilar basonlar bir shaharlashib ketgan. Shunda cho'ng yer yuzini egallab, mashq qilgan rayon ayrim, ana o'ltiraqlish turgan rayon ayrim bo'ldi-ku. Ba'zi ishi turib so'zim bo'ldi. To'y qilsa ikki xil tanlash. Ba'zan ichida turib yashsiz bolalar, ba'zan ichida turib yashsiz bo'ldi. Lekin bir disadvantage, bir kamchilik yeri shu sizning maoshingizdan sirtliq uy ijara qilgan pulni bevositalar shu ham pulni avvalda ba'zan ichida tursin. Chunki shu sizga taqsim qilgan uyni, masalan, bizniki 4 jon, sanga masalan, maosharda sizniki ijara puling mesela misal alsak 1400 ya 1500 bo'lsa, 1400 1500 to'shilgan shaharda 1400 1500 ga masalan bir 4 yotoqli uylar keldi, cho'ng uy. Sonra ba'zi ishi turmadsan, sana 4 yotoqli uyni beramiz. Anaqa rayda mashinalar pulni olamiz. Shunda nurg'un askarlar ba'zan sirtida turib, masalan $1500 olsa oylik maaşdan sırt kirgan pul bo'lgan ekan, $1000 ya bo'lmasa jiqokasi 1100 1200 o'ylarni tepib, ba'zan atrofidagi anaqani $300 yan chiqsilib qildim. Xuddi biz qilayotgan o'xshash. Bizdan yana bir sababim hamda ishdan tushgandan keyin mana bir askardan, chunki ba'zi ish tursaymi askarlar bo'lgan ekan atrofda. Ben şahsen şu bazı sırtı turup bir işten çıkan gibi okşamaydan mı çıkıp normal bir puhalar vektorayla bazen sırtı turup atımız. Bu bir. Şu an şu ettiğine alakadan şu mesela bazı işe turğanlar kolaylık. Olar birden bazı işe turğanken o işlerden yerin yakın buldu kısımdaki binalarga. Şunu aldıda anaqını şehirde yığılıp bir formationdaydı, şu bir etraf yığılışıp, alt yerimde bir per stat'daydı. Personal status, şu bir report kılmamız, mesela her bir etraf, her bir küçük etrafındaki adamlar mesela bazılarındaki micaz yok, bu khas ettiğine kilometre kola bulsa, first'ler şu yığılışıp, şu askerlikniki medeniyeti boyunca dokulat kıldı. Bizning Munchada bugün mashq keldi, muncha adam kelolmay qoldi, ma sabab bilan deb e'tirof qilib qo'ygandan keyin anaqidan 6 yerim bo'lgancha butun postda butun yilqi ba'zan ichida bayroq chiqarish muzikasi chiqadi u. Kinolarda masalan Amerikaning ba'zan kinolarini ko'rgan bo'lsanglar, anlagan bo'lganingizdan keyin Sonay muzikasi chalindi u, bayroq chiqargan. Anaqidan salom qilamiz. Bayroq chiqarib qo'ygandan keyin shu 6 yerimdan 7 yerimgacha bir soat badan chanoqtirish. Badan chanoqtirish shu hamda o'zimizning atrofidagi o'zimizning masalan oylik planlarimiz bor badan chanoqish. Mana uchinchi kuni bugun dushanba kuni yuguraylik, seshanba kuni muscle failure deb uni mashq qilaylik, chorshanba kuni yugurish chidamchilikni davomlashtiraylik degan shunday planlar qurdi. Bir soat mashq bo'ldi. Mashq bo'lib bo'lgandan keyin 7:30dan 9:30gacha 2 soat shaxsiy tozaliqlarni qilib, bu vaqtda men shu uyga qaytib keldim. Uyga qaytib kelib shaxsiy tozalik qilib, siz tayyor qilgan choylarni, nashlarni yeb bo'lib, ana qilib 9:30gacha ishga qaytamiz. Qaytib ana 9:30dan 11:30gacha 2 soat ishlaymiz. 2 soat ishlarni qilib, ana 11:30dan 1gacha tushlikdamlish, tomoq damlish deydi. Endi men shu ishxonada ishim bozorga tugitib deb ishxonada o'tirman.
Anaqadan şu birde qaytib kelib, birden 5gacha 4 soat ishlab, anaqani 5ga qaytib kelib, normal shu dushanbadan jumaga ishlaymiz, shanba ish. Barliq shu Amerikadagi federalniki bayramlarida dam olamiz. Anaqadan oyda bir qitim yashib qitim 4 kunlik ta'xir berdi. Bu nima uchun shunday jiqdamli ishlar bor Amerika ichida. Nima uchun bunda desangiz, shu bu abim oldingi sandan deb o'tdi. 9 oylik sirtqi chiqish vazifalar bo'lgancha 6 oydan 9 oy uydan yiroq ketasiz-ku. Va bu ba'zan dala mashq qilgan chog'da bir oy nechta uydan ketamgan keyin armiyada yana bir yoq turgan yerim. Biz ba'zan ichida bo'lsak hamlar askarlikda yana birdan bir bizga shart qildiganimiz sizga to'ldayman-ku. Bundaq bir madaniyat bor-ku. If you cannot take care of your family, you cannot take care of your job. Bu bir esil madaniyat deb o'ylayman. Bunun tarjimasi shu, sen o'zingning oilasini oldin xabar olamsan, sen o'zingning xizmatini xabar ola olmaysan deb bundaq madaniyat bor-ku. Shunga bu shu sabab bilan shu davlat ishchiligi vaqtimizda shu qancha jiq vaqtni ajratganlar deb shu ishimizni, xizmatimiz, vazifamiz baldur tugatsaklamlar, uyga ketsak, mazan vaqtda baldur qaytib kelib, bachiq uydagilardan jiqqa vaqtlarni qo'yilinglar, tugun tuyuqsiz vaziyat chiqqansa, yana uydan chiqaylikdan ishim qoldi deb shu sabablar bilan ish qilib tanishib ketadigan, hayot qurbonlik ko'rsatgansiz, ya shuni tanishib ketsin deb qaytib kelganda shu bakrak shu uydagilar vaqtlarni qilinglar deb har vaqt shu uydagilarni oldin xabar olinglar deb, uydagilarning ish chiqadi o'zingiz bilsiz. Masalan, bolalarning sizniki, masalan, doktorlik barashingiz qolsa, qo'yib batqalish uydagilarni oldin xabar qilib ishni qilgan qilsam bo'ldi deb. Bu bir esillarlari. Tushda masalanga qaytmaydigan bolalarga tomoqlarni qandoq? Shu rasa tomoqni savol so'rilibdi. O'tgani birinchisan dedik, o'zimizning mana ta'sir qilgan ishlarni deb o'tgan chog'da o'sha diniy mulozimatlarning nadinakcha degandek. Shunga o'xshash o'ziniki oshqollarniki, masalan, 1-daraja, 4-darajadagi askarlar o'zimizning oshqollar bor, ba'zilar oshqon tomoq yeydi. Lekin u oshqondan bizniki hamda halol degan tomoqlar bo'lmaydi. Undan bo'lgandan shu uni o'z iltimos qilsa, masalan, o'ziniki e'tiqodiga bog'liq deyman. Ba'zi askarlarimiz biz shu cho'qloqni yemsaklarni buldi deb ba'zanlar asab yashaydi hamda bu haqiqat. Ben deb o'tgandek hamda iymonimizni yaratuvchimiz baho berdi, so'roq kuniga borganda. Qolgan hech qanday insonniki baho berish salohiyat yo'q deb o'ylayman men shaxsan. Shu anda har kim o'ziniki tutgan yo'li qarata, har kim o'ziniki o'ylaganlari bo'yicha yashaydi. Hammasiga yaratuvchimiz osonlik bersin. Shu anda agar o'zi rahatlik his qilsa, go'zal yermishdan har kim dunyo bo'lganki, ular iltimos qilsa, meniki shu e'tiqodim sababi bilan men o'zim tomoq yer deb iltimos qilsa, u maoshdan sirtliq tomoq pul berdi emasmi? U pulni tutib oldi, oylik bo'ytaq askarlarniki. Undan bo'lgandan shu bo'ytaq askarlar uni iltimos qilsa, maosh berdi uni. Ba'zi anaqa oshxona kelib yemsin bo'ldi. Ammo uning ayrimida halol tomoq yeydigan yeri yo'q. Ba'zan ichida men ko'p baxtliman. Shu anda o'zi pulni elib, tomoq qilib o'zi anaqa bizga o'xshash. Men ham shaxsan to'yga ketganlar biz uy tomoq yeymiz o'zimiz. Normal hammamiz o'zimiz qilib, go'shtni olyapmiz, akirimiz, askarlarning o'z ashnaqisi bo'ldi. Yana bir go'zal yeri, dalaman chiqqancha abim dedi, xalqlik tayyor tomoq bor. Ashlarniki masalan, abimdan deb o'tgandek, men masalan, ashlar tizimlatgandan keyin men musulmon. Har vaqtim dalaman chiqqan chog'da biz ona tomoq iltimos qilamiz, meniki bu birinchi qo'y, ikkinchi qo'llarga bularimiz bildan bo'lgandan keyin bular ilqa shu tomoqni
buyurutgan chog'da muncha xalta ketdi, muncha kunga muncha ishlatamiz deb maxsus halolniki borda. Shunda güzel. Bu halolning shunda payzi da, shunda tamam shunda bilan payz ishlagan ekan. Kosher deb ma yodilanga ayrim. Shunda halol narxim 2 sondiq manga buyurib turdi ayrim. Buyurib bersa meniki first serve komandalarimiz etrafim bo'ylab yaktamsan bizim yeylicimi deb so'rab yuradi-da, chunki Allohning odatisi shunda hamda ular ziyarət ketganda o tomoq. Onun üstü kəndi Əmisi adətdə şu siz degan xaltılıq tomoqni ayrım elib yeyisi bulamdı. Ha, buldu, lekin onu faqat dallar məşğul yeysin. Adətdə özünüz qaytıb kelgan çağda mən degəndək o restoranlar var, bazısı. Ya məsələn bəzən adam bəzən var tomoqni öz qılıb bulamaydigan degəndək. Ha, özün ixtiyarı. Mən degəndək hər kim dünya. Hər kim özünün tanışı. Etiqadım bilan yaşayman, men bundaq yaşayman sharoit bor, hech kim cheklamaydi. Shunda bir güzel. Abim deganda 5 vaqt men ibodat qilib o'taman desangiz, hech kim cheklamaydi. Lekin dunyo ba'zan ishtim shu. Kirplamni o'zingiz ibodatingiz qilaversangiz, hech kim sizga sen nima ish qilsa demaydi. Saqal qo'ymaydi desangiz, saqal qo'ysangiz bo'ldi. Men mushunaq talab qo'yganda. Ansam chekvasim bo'ldi ekan u. Nima chekvasim? Ma badalan O çekiştigan u bir madaniyat var. Har bir u degan Amerikan madaniyati bor. Bo'ldi. Masalan, yog'liqchiga shu qilgan askarlarni ko'rdim. Unda shayxlarniki shu o'ziniki madaniyati uchun beshig'i salliyoga qildiganlar bor. Endi bu o'tgan son deb o'tganda shu ma'lum equal opportunity. Bu degan nizomnoma bekitilayotgan madaniyat o'zini madaniyati, o'zini e'tiqodi, bu degan Amerikaniki asos qonuniki eng dastlabki nizomnomalarida erkinlik, o'zini shu diniy erkinlik, o'ziniki baxtini pursue your happiness, baxtni izlanish huquqi bor. Shunga bu asos qonundan askarlikdan bor. Shunga bu nurg'un qarindoshlarimiz bilan bir xil yurtga o'xshash ba'zi kirkazsak majburlab zo'rlash majburlashlar shu bizniki yurtga qarindoshlarimiz yurtga qattiq ekan shunda. Ashlarni ko'rgandan keyin mayadi buni ko'rgandan keyin shuna bir xil ishchangiz bir xil bo'lib ketgansa yurtga biz mana shunday go'zal sistemlar yashayapmiz, bizning yurt nima degan naqadar shunday talantli insonlarimiz borda qamlashmagan ahvolda qat qilib fojiali ishlar bo'lyapti-da. Shunga bir xil ichindikansiz va uni aniq o'ylab o'zingizga bir xil taqim rag'batlantirib bir xil jugagan degan o'ylab tukki qarindoshlarimni ko'zdan olib chidab taqim bir xil kuch quvvat kirib yugurak qilmoqchi ba'zan qiladi. Bir xil voz kechaymi bo'ldi, yer kattimi degan javob to'xtab turadi. Men nimani voz kechishni huquqim yo'q meniki deb o'ylaydan qolgansiz. Taqim tirishib taqim kuchli taqim saqlam turayli deb boshqa o'ylaysiz. Rahmat. Yana bir qatam shu qimmatli vaqtingiz ajratib, yana bir qatam tushunchalarni berib, tafsil so'zlab berganingizga ko'pdan-ko'p rahmat. Sizga rahmat. Yana bir qatam shu ko'rganlarimizga rahmat. Zerikmay shu savrchilik bilan garchi gaplarimizda egizpastlik qilganlar bu qolsin, ko'rpaganlarga kam xursandlik bilan armay ko'rpaganlar chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Yana o'tgan qitim degan o'xshash agar bo'lsa shu atrofingizga qiziqqan temalar to'g'ri qiziqgan qarindoshlarimiz tavsiya qo'yinglar. Kanalimizni subscribe yana follow qo'yinglar. Agar tak bo'lsanglar anaqidan bizning kanalimizning asosiy maqsadi yana bir ta'kidlab o'tay shu muajaratga biz demak qarindoshlarimizni bu shu bol tarbiyalash kelgusi yana bir shu ko'chman hayotimizning ikkinchi avlodlarimizni bir yaxshi millatni suydigan o'zimizning yangi davlatimizni suydigan bir yetishtirib chiqish orzular bilan sizlar bilan tang muntashayli ham bahramand bo'lishayli tajribalarimizni ochdik. Agar sizlar shundoq o'ylab bo'layotgan bo'lsanglar so'z qoldiringlar, tunishayli, o'zaro fikrlashayli. Kelgusida yana hamda bu hozirgi temamizdan boshqa bol beqish jarayonining ta'sirotlarimizni so'zlash o'yladim bo'lyapmiz.
Agar taklif fikringlar bo'lsa, so'z qoldiringlar. Sizlarga yana bir qitim chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Omon bo'linglar, sog' salomat bo'linglar. Hammanglarga cho'nqur salomlar. Kelasi ko'rishguncha omon bo'linglar.